Ayollar uchun internetdan daromad qilishni 3 ta yo'lni ko'rsataman. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun uni saqlab qo'yish esingizdan chiqmasin. Birinchisi Amazon KDP. Midjourney ilovasi yordamida coloring book yoki bolalarning kitobini yasaysiz. Cloud ilovasi yordamida tayyor PDF faylni Amazon ilovasiga yuklaysiz. Amazon bo'lsa har bitta sotilgan digital kitobdan $2 dan $4 gacha sizga to'laydi. Bir oyda 200 ta digital kitob sotib, oyiga $600 daromad qilsangiz bo'ladi. Ikkinchisi Amazon Affiliate. Amazonga kirasiz, eng ko'p sotilayotgan tovarlarning linkini olib, Instagramingiz biosiga joylaysiz. Keyin Instagramingizga o'sha mahsulot haqida qiziqarli video reelslar joylab borasiz. Sizning videolaringiz orqali bo'lgan har bitta sotuvdan Amazon sizga 3% dan 10% gacha to'laydi. Uchinchisini aytishimdan oldin menga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Amazonda qilish mumkin bo'lgan eng qiziq va daromadli bizneslardan bittasi bu milliy mahsulotlarni arzon narxda olib, Amazonga 3-4 barobar qimmatga qo'yasiz. Amerika va yevropaliklar milliy matolarimizga qiziqqanligi sababli ularga bu matolarni 5-10 barobar qimmatga sotsa bo'ladi. Bu videoni anchadan beri onlayn daromad qilmoqchi bo'lgan do'stingizga jo'natib qo'ying va menga obuna bo'lishni unutmang, chunki boshqa ko'rishmasligimiz mumkin.